Hozir mana plastik operatsiya bo'ldi, qiyin kengligi, qindan havo chiqishi, tez sistit bo'lishi, peshob tutolmaslik va turmush o'rtog'i bilan norishlari. To'g'rimi? To'g'ri. Operatsiyada og'riq bo'ldimi, yo'qmi? Og'riq bo'lgani yo'q. Men Allohimga beadad shukronalar aytaman. Shunday ayollarning guruhi bilan meni yo'naltirganligi uchun Allohga ming qatla shukr qilaman. Ayollarimiz, aziz ayollarimiz, kimda nima muammo bo'lsa, bemalol murojaat qilingizlar. Og'riq bo'lmaydi, hamma muammolaringizni yechib berishga harakat qiladi. Samarqanddan kelganlar singlimiz. Adenoma bor edi, qon ketardi, mirin spiral qo'ydik, davoladik va nihoyat operatsiyaga oldik. Tayyorlab, mana ayollar komandasi, operatsionni medsinstra, anesteziolog katta staj bilan juda opitniy. Maskalar nechida desam, bo'yamaganmiz deyapti. Pomada bo'yamagan ekan. Meni ham pomadam yo'q. Oliy toifali akshir ginekolog, reproduktorolog xirurg Qabulova Gulbahor Pripovna komanda bilan birga. Sog'